Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga tradingni, birjani qanday qilib boshlashlik to'g'risida, qanday qilib struktura tuzishlik to'g'risida video qilaman. Ko'pchilik shuncha berilgan ma'lumotdan to'g'ri foydalana olmaganligi, ma'lumotni bitta joyga to'g'ri jamlay olmaganligi sababdan hali ham qanaqadir muammolar kelib chiqyapti. Shuning uchun o'zim shu trading sohasi bo'ladimi yoki biror bir sohani o'rganayotganda qanday qilib struktura qilib olishligimni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu strukturani 7 yil oldin mnemonika darsida o'rganganman. Hozirgi paytda o'sha mnemonika xotirani rivojlantirish to'g'risidagi darslar chiqyapti. O'sha narsani 7 yil oldin o'rganganimda shu brain map degan narsa bor. Ya'ni o'zingizga o'rganayotgan narsangizni temasini struktura qilib o'rganishingiz. Bunda hozir hammani qiziqishi, shu hammani muammosi, dardi bo'layotgan birjadan boshlaymiz, tradingdan. Bunda tradingda, misol uchun birjani gapiradigan bo'lsak, to'g'rirog'i birja deb yozamiz. Birinchisi birja. Endi birjada misol uchun qanaqa birjalar bor? Bo'lasiz. Misol uchun birinchisi aksiya bo'lishi mumkin. Aksiya. İkincisi, hop, keling kripto deylik. Kripto. Üçüncüsü forex. Va to'rtinchisi, keling misol NFT deymiz. NFT. Bitta narsani bilib olaylik, xom ashyo savdosi yoki valyutalar savdosi hammasi forexda bo'ladi. Forexda shu savdolar bo'ladi. Xom ashyo, seriyo deysizmi yoki oltin, kumush, neft deysizmi, hammasi shu forex ichida bo'ladi. Endi siz birjani topib oldingiz birinchi o'rinda. Endi bu yerda sizni qiladigan ishingiz qaysi yo'nalish halol bo'lishligi mumkin degan savolni berasiz. Halol bo'lishligi mumkin deb turib, shularni qidirib chiqasiz. Aksiya bo'yicha aksiya birjasida ishlash halolmi? Kriptoda ishlash halolmi? Forexda ishlash halolmi? NFTda ishlash halolmi? Xo'p, topdingiz. Undan keyin misol uchun aksiyani misol uchun halolligini topdingiz. Aksiyada halol aksiyalar bor ekan, harom aksiyalar bor. Uni endi keyin aniqlamiz. Lekin umumiy holatda ishlash joizligini bildingiz. Endi bunda aksiyalarda qayerda savdo qilasiz? Shuni bilishingiz kerak. Xo'p, birjani turini bildik. Endi aksiyalar savdo qilinadigan birjalarni bilib olishingiz kerak. Misol uchun Amerika bor. Amerika bor. Xo'p, bundan keyin Londonniki bor xohlasangiz. Bundan keyin misol uchun Tokio bo'lishi mumkin yoki O'zbekistonniki bo'lishi mumkin. Demak, aksiyalarda shunaqangi birjalarda, shu davlatda birjalarda savdo qilishligingiz mumkin. Deyarli katta davlatlarda hammasini o'zini birjalari bor. Rossiyaning ham o'zini birjasi bor. Shunga qarab turib, o'zingizga yoqqan yo'nalishni qilasiz. Bilasizlar, men o'zim Amerikada savdo qilaman. Amerikada savdo qilishimning sababi, birinchidan, u yerda ob'yom katta, savdo oqimi juda katta. Undan tashqari halol aksiyalarni topishlik imkoniyati ham juda katta. Ya'ni osonroq demoqchiman, to'g'ri qilib aytganda. Ya'ni qaysi kompaniya halol yoki haromligini ularda informatsiyalardan topish osonroq. Boshqa birjalarda bu narsa sal qiyinroq bo'lishi mumkin. O'zbekistonnikida deyarli bu narsani 80-90% ilojisi yo'q. Chunki hujjatlar qaysidir narsalarda yetib kelmaydi sizgacha yoki vaqtida shu hujjatlarni taqdim qilmaydi. Londonga keladigan bo'lsak, London ham albatta yaxshi, lekin Londondan ko'ra Amerikada o'sha aytganimdek savdo oqimi kattaroq. Uni ham topdingiz. Xo'p, birinchi bo'limdan o'tib oldingiz, undan keyingisi. Xo'p, endi mana yangi anaqaga o'tib olamizda, strukturaga. Endi aksiya birjasini biz o'rganishimiz kerak. Misol uchun Amerikani tanladik. Amerikani tanlagandan keyin endi bu qaysi uslubda misol uchun savdo qilinar ekan deb o'ylaydigan bo'lsak, misol uchun bu xo'p, texnik analizda bo'lishi mumkin. Texnik analiz qilar ekan, shu narsani topdik misol uchun. Undan keyin fundamentalda savdo qilinar ekan. Ya'ni shular orqali trading bilan shug'ullanish mumkin ekan. Xo'p, endi texnikka nimalar kiradi? Texnik analiz bo'lishligi uchun. Misol uchun u yerda figuralar kirishi mumkin. Figura. Xo'p, undan keyin indikatorlar kirishi mumkin. Indikator. Xo'p, bundan keyingisi shamtayoqlarda yozishingiz mumkin, misol uchun shamtayoq.
qisqartirib yozaman va undan tashqari yana yozishingiz mumkin. Kerakli bo'ladigan narsalar volume bor, support resistant bor, shunga o'xshagan narsalar. Fundamentalda asosiysi moliyaviy hujjatlar tekshiriladi. Unda eng kerakligi misol uchun balance sheet bo'ladi. Balance sheet bo'ladi. Cash flow anaqasi bo'ladi. Cash flow statement bo'ladi. Yana undan tashqari thank you degani bor, Federal Reserve bor. Shu narsalarni misol uchun hujjatlarni tekshirishingiz kerak. Xo'p, endi bularni bilib oldingiz. Endi har bittasini qanday qilib o'rganishni qilasiz. O'zingiz uchun belgilab olasiz. Misol uchun figuralarda nechta figura bor, nechtasini topa olasiz. Misol uchun 30 tasini topdingiz. 30 ta. Misol uchun indikatordan 20 tasini o'rganing. Shantayoqda ham figuralar bo'ladi. Undan misol uchun 10 tasini yozaylik. 10 tasini yozdik. Balance sheet qanday qilib hisoblanadi? Bu to'g'risida misol uchun kerak bo'lsa 4 ta 5 ta video ko'rishingiz kerak bo'ladi. Cash flow to'g'risida ham misol uchun 2 ta 3 ta video ko'ring. Shunaqa qilib sekin-sekinlik bilan o'zingizga katta bo'lgan mavzuda kichkina qismlarga bo'lib oladigan bo'lsangiz, osonroq tushunasiz, osonroq o'rganasiz. Agarda birja trading ekan, bo'ldi, buni tushunmayapman, qayerdan boshlashim kerak deb o'tiraversangiz, o'tiraverasiz. Shunchaki biror bir narsani olish kerak edi, uni sekin-sekinlik bilan maydalab, o'shani o'rganish kerak. O'zingiz aytganimdek, biror bir birja to'g'risida birja nima deb turib, biror bir videoda ochib ko'rasiz. Birja deganda o'sha yerda mamlaqa bo'limga bo'linadi yoki mamlaqa qilinadi degan so'zni siraz yozib olasiz. Birja, misol uchun, endi forex to'g'risida ko'proq video bor. Moliyaviy butun dunyo moliya bozori deyishadi kimdirlar. Xo'p, moliya bozori ekan. Moliya bozori nima? Shu narsani endi moliya bozori degan kulchaviy so'zni yozib olasiz. Forexda misol uchun xom ashyo deyaptimi? Xom ashyo nima? Xom ashyo. Nimalar kiradi buning ichiga? Yoki uning ichida misol uchun Forexda aksiyalar ham bo'ladi, faqat CFD'si bo'ladi. CFD'si nima? Shunaqa qilib bitta kerakli bo'lgan kulchaviy so'zni, terminni to'g'rirog'i o'rganib chiqishingiz kerak. Misol uchun aytganimda bu yerda texnik analizda figuralar borligini topdingiz, termin borligini topdingiz. Endi figuralarni qarasangiz, bitta tablitsa chiqdi-da, uning ichida 30 ta figura bor. Demak shu 30 ta figurani o'rganishim kerak ekan deb turib, 30 ta figurani nomini yozasiz daftaringizga. O'sha 30 ta figurani nomini yozib turib, YouTube'da har bittasini qidirib chiqasiz. Bu figura nimani bildiradi deb turib, rus tilida video ko'p, ingliz tilida ham video ko'p, o'zbek tilida bilamiz, video kam. Rus tili, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, YouTube'dan bemalol ma'lumot topasiz. Yozib chiqasiz, ko'rasiz, daftarga konspekt qilib borasiz. Har bitta o'rganayotgan etapingizni. Bundan oldingi holatda chizgan strukturada ham xuddi shunaqa. Qaysidir etapdan etapga o'tayotganingizda o'zingizga konspektda yozib borishingiz kerak. Agarda shu narsani yozdingiz qog'ozga, musorga tashlab yuborsangiz, bu shunchaki siz nima bo'ladi, shuncha olayotgan bilimingizni takrorlamaysizda, musorga tashlab yuborgandek bo'lasiz. Bu narsa bilingki, bir martada esingizda qolmaydi. Hech kimni o'ylamaymanki, bir martada eslab qolish qobiliyati yo'q. Shaxsan o'zim ham shunaqangi konspektlardan, chornovoy daftarlardan juda ko'p foydalanganman. Varo to'planib ketardi. Hamma narsa o'rganib, o'zimga ishonch hosil qilganimdan keyin o'sha daftarlarni kimgadir berishligi mumkin bo'lardi yoki o'shandan keyin balki yig'ishtirib tashlab yuborishligi mumkin bo'lardi. Ungacha lekin albatta konspekt tutinglar. Menga bo'ladigan murojaatda 90-95% konspekt umrida yozmagan, konspekt umrida tutmagan. Mendan juda ko'pchilik chegirma so'raydi. Pulim yo'q, tradingni o'rganmoqchiman deydi. Qani qiziqishing, ko'rsat desam, hech narsa yo'q, faqat gap. Ovozli jo'natadi yoki yozadi, ahvolini tushuntiradi. Kechirasizlar, misol uchun qirolda oilasidan tug'ilmaganman yoki bir boy oilada, sulolada tug'ilib turib, yaxshi sharoitda o'smaganman. Men ham misol uchun oddiy viloyatda tug'ilib, o'sha yerda o'qib, o'rganib, izlanib, harakat qilib, konspekt tuzib, Yaponiyaga borib o'qidik, o'sha yerda ham qiynaldik, o'sha yerda ham izlanib, o'zimiz ustimizda ishlab, o'shandan keyin sekin-sekin rivojlanib kelyapmiz. Hali zo'r natijaga erishdim deya olmayman, lekin sekin-sekin rivojlanib kelyapmiz. Buni hammasi harakatni disiplinaga solishlik. To'g'ri, misol uchun umuman
Dankasalik qilmagan men demayman. Dankasalik bo'ladi. Bu narsa to'g'risida video chiqardik. Lekin asosiysi disiplina bo'lishi kerak, struktura bo'lishi kerak. O'zingizni o'rganayotgan narsangizni struktura qilmasangiz, hech kim qilib bermaydi. O'quv kursiga borsangiz, sizga prosta shu strukturani qilib berganiga pul oladi. Men misol uchun strukturani qanday qilishligingiz to'g'risida oddiygina sxema chizib berdim. Shu sxemadan foydalanib turib, o'zingiz struktura tuzib oladigan bo'lsangiz, konspekt qilib yozib boring. Bo'ldi, xohlagan trading, birja bo'ladimi, dasturlash bo'ladimi, xohlagan sohangizni o'zingiz o'rganasiz. Shu strukturalar tuzishni bilganimdan keyin juda ko'p narsani o'zim shaxsan o'zim o'rganganman. Deyarli kurs ham sotib olmasdim. Kamdan kam kurs sotib olardim. Sababi struktura qilishni bilaman, qayerda nimani bo'lishlikni, qaysi bo'limga bo'lib turib, shu bo'limda qanday qilib turib o'sha narsani topishlikni, qidirishlikni, uni qaysi kategoriyaga bo'lib turib, undan kerakli terminlarni chiqarib olishni bilardim. Bu narsa to'g'ri, albatta birinchi martada bo'lmaydi. Buni ustida ishlashlik kerak, qayta qilishlik kerak. Shundan keyin siz ko'lchavoy so'zlarni chiqarishdi, terminlarni chiqarishdi yoki bittada qarab turib, bularda bo'limini, sektorini bittada aniqlab olishni bilasiz. Ungacha uning uchun praktika qilishingiz kerak. Endi sharoitim yo'q konspekt qilishga, struktura tuzishga desangiz, unda bilmadim. Hech kim sizni kelib oldingizdan "Ke bolam, dars qil, shu narsani o'rgan" demaydi. Hayotingiz uchun o'zingiz kurashasiz. Bu hayot shunaqangi qiyin bo'ladi. Sizga hech kim tekinga dars o'tmaydi. O'zingiz izlanishingiz kerak. Struktura qiling, konspekt tuzing, shunda xohlagan narsangizni o'rgana olasiz. Ishonchim komil. Arab tilini o'rganasizmi? Dasturlashni o'rganasizmi? Texnik analiz bo'ladimi, birja bo'ladimi, xohlagan sohangizni struktura bilan disiplinada boshqa insonlardan ko'ra tez va tekin holatda o'rganib olasiz. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha.